Navbatdagi shitimiz elektromobil zaryadkasi uchun kirish 2pi 63 amper DZ kategoriyali avtomatimiz. Undan keyin 125 amper UKK. Undan keyin 3 pozitsionli avtomatimiz. Stabilizator va stabilizatorsiz rejim uchun. Albatta relay напряжение va uzodan chiqqan UKKga o'tirib turib modullarimizga o'tyapti. 40 amperli 2pi avtomatimizga va ikkita modulli rozetkalarimiz uchun. Hozirda klientimizda faqat 3,5 kilovatlik zaryadka, mabodo keyinchalik bo'ladigan bo'lsa 7 kilovatlikka ulavasa bo'ladi tayyor holatda. 211 cross modulimiz zazemleniya va 0 uchun. Eng oxirgi qatorda kirish klemasi. Klientimiz o'zi ulovlagan bo'lgani uchun tayyor holatda olib kelib qo'yganmiz. Albatta modulli предохранитель UZIP bilan va 6 amperlik avtomatimiz, termoregulyator va shit ichini yoritish uchun klemalar qo'yganmiz. Birinchi klemamiz qizil rangdagi kirish stabilizator uchun, 0 va chiqish. Oxirgisi rangdan ko'rinib turgandek zazemleniya. Xo'p. Yoritish qilingan va gradusni qo'shadigan bo'linsa ventilyatsiya tizimimiz ham ishlaydi. Shu holat